Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan Dream Soccer Live'da bugun kelasi 2026da biz sizlarga karyera o'yinlarida qanday qilib tangalar va olmos olishning birinchi qismini boshlaymiz. Azizlar, bugun bizning birinchi transfer odamlarimizni ko'rib olsak. Bu yoqdan Lukmanni tushirib, bu yoqdan Gerkers tushirib transferlarga o'tamiz. Mana 3 nafar futbolchilar qulflangan va biz birinchi o'yinimizni boshladik. Har bitta qismimizda bitta yoki ikkita o'yin o'ynaymiz. It's a 4-2-3-1 formation, an attacking version of the 4-5-1 with 3 forward midfielders supporting the lone striker. Played to his teammate. Lukman. Harikane. Mbappe. It's opened up. What a save from Valles. That's well out by the defence. Uses his head. He's thrown it long. Anthony. Marquinhos. Mendes, Harikane. He's shaping to shoot. Gets Bartuta. into safety. White. Valverde pass. Harikane What an opportunity. Ay, to'g'ri olmadik. Son Dembele Across the line, it's out of play. Tezroq o'ynab, yon vaqt cho'zib ketmoq kerak. He's waiting to pull the Birga trigger. vaziyat. What a save from Bara Valles. tomon yaqinida o'shancha qaytara olmadik. Sizlarga mana chiqdi. Mana bunday pas, Lukman, Valverde. Valverde qanday vaziyatdan foydalanmadi? They've tried many shots but just can't get a goal. Bu yoqda beni bosib yugursalaring, to'pni olib qo'yish xizmat, to'p olish osonroq bo'ladi. Shunday tiki-takalar qilib, pas bilan osonlikcha gol urmoqchi edim, bo'lmadi. Mana yoqda beni bosib ketsalaring, 80% to'pni olib qo'yishlaring mumkin va 100% to'pni olib qo'ygandan keyin gol urishlaringiz mumkin. Qandaysiga penalti Marquinhos. Mayli, hozircha birinchidan 0-0 bo'lib qolaversin. Lukman ajoyib aldab o'tish. Qanday gol osonlikcha, qanday osonlik. Lukman 9-daqiqada gol urmoqda Lukman. Qanday Baratobonni qo'llarini orasidan o'tib ketdi. Mbappe, Harikane, Harikane tezligi pas, shuning uchun hali full qilinmagan. Valverde, Mendes, qanday Anthony oladi. Mana birinchidan Bruno. Reklama chiqib qoldi. Shuni bunday qilib turib. Xatolik. Endi reklama. O'yinni boshlab olsak ham bo'ladi. Ikkinchidan boshlandi. Hakimi ularni endi jarohat olibdi. Alisson o'yinga kiritib berish kerak tezroq. Harikane bosh bilan pas. Mbappe tezlik ol. Mbappe uzoqlar. Seni bosamiz. Valverde tushga. Qanday gol bo'lardi. Tezroq urish kerak. Mbappe beni bossalaring to'g'ri futbolchilar sekin yuguradi, lekin to'pni olib qo'yishi mumkin. Mbappe qanday travmaga tushdi. Mayli, ko'zimiz. This team look eager for more goals and it's looking likely they'll get them. Mendes. O'yinchilarni almashtiramiz. Yo'q, Gerkers tushmaydi. Qarshi hal. Xafalego.
yoqqa Husanov, Elbal tushmaydimi? Gol. Lovely pass. Yo, bu ataylab The qilish, reading chunki the coach thinks ko'p these 30 o'yinchilarimiz changes will travmada, be enough to ensure victory. charchagandi. Headed on Hariken birga vaziyatga chiqib keta oladimi? and back to the goalkeeper. Ay, Varatadan olib qo'yishimiz lozim qoldi. Mark Rosa. Wins the ball. Valverde to'pga yopishyapti. Valverde fantastik o'yin ko'rsatyapti. Valverde. Hariken. What a save from Hariken. Baez. O'xshayapti. Unleashes the long shot. Top He'd be topildi, glad lekin to see that one go wide. 6-daqiqadan Mark Rosa pas Usmon Dembele. A no-nonsense challenge. Dembele tezlik ol. He's speeding Pas. ahead. He Hariken. can't miss. The Ay, shot was qanday vaziyatda high and over the foydalanyapti bar. Hariken. Ketdik. Hariken to'p qo'yib qo'y. Aha, oldik. Fint. Whipped in Beni with pace. bosamiz. He's Va done it. He's ajoyib. to the end. Their opponents can't Piresdan ajoyib bosh bilan gol. The manager can relax now. This is exactly Usmon what he wanted to see. Dembele. Well read. Hakim. Ay, mayli. 2-0. He's taken it short. Van Gomez. Usmon Dembele qayerda to'pga ega bo'lyapti, tezlik olyapti. He's Usmon racing Dembele. ahead with the ball. Dembele. Will it go in? Zarba va Hariken so'nggi daqiqadan gol urib 3-0 hisobiga keltirdi. 90+4-daqiqada. Shu bilan o'yinimizni tugatib qo'ysak bo'ladi, lekin Giges jamoasi o'tib ketdi, lekin Pires to'pga ega bo'ldi. Yana hujum. Husanov, Valverde to'p qo'ydi va darvozaga pas beramiz va o'yin tugaydi. Birinchi o'yinimiz shu, birinchi qismdagi birinchi o'yinimiz 3-0 hisobida yutdik. Mana nishonlayapti o'yinchilar va murabbiylar. O'yinning eng zo'r o'yinchisi Usmon Dembele ajoyib o'yin ko'rsatdi. Mana Usmon Dembele 8.8 ball oldi, 2 assist bilan. Mana shunday o'yin ko'rsatamiz. Bu birinchi qism yakunlanmoqda va biz mana yerdan bonuslardan olamiz. Bu sizning akkauntingizga kuchayishiga yordam beradi. Ko'proq bonuslar bajaring. Bu yoqdan Lumen 5 o'rniga buni tushiramiz. Buni o'rniga buni tushirib, bunday qilib qo'ysak, chotki bo'ladi va transferlarga ko'ramiz. Transferlardan hech kim kelmabdi. Mana shunday qilib o'yinlar ko'rsatamiz sizlarga. Xayr do'stlar.